Hammaga salom. Bugun sizlar bilan hijobli qizlardagi 5 ta qiyinchilik haqida gaplashamiz. Birinchisi, xohlagan chet eldagi o'qish joyi bo'lsin yokida ishlashga kirish bo'lsin, birinchi o'rinda hijob tufayli ko'p joydan rad javob olishadi. Ikkinchisi, kiyinish masalasiga keladigan bo'lsak, endi o'qishga mos, o'zini qonun qoidalari bor, O'zbekiston hududida yuradigan qonun qoidalari bor, o'shaga mos kiyinish kerak. O'shanaqa kiyimda bo'lishsa, prosta ularda gapirishadi. Ya'ni sen nimaga o'zing kiyinmasan, sen nimaga unaqa kiyinmasan, ya'ni hijoblilar qanaqa kiyinishdan qat'iy nazar ular negativ fikr olishadi. Uchinchisi bu islom dinini o'zlari yaxshi tushunmay turib, qolganlardan talab qilish, ayniqsa hijobli qizlardan. Aslida qonun qoida hammaga barobar, hijoblimisan, hijobsizmisan, sen o'sha qonun qoidalari, amallari bajarishga dojinsan. Ya'ni sen kimdandir, sen unaqasan, bunaqasan deb fikr bildirish, ya'ni tahdid qilib, unaqa gapirishga haqqing yo'q. Shunchaki oddiy tushuntirsang bo'ladi, lekin o'zini o'zi kiya olishadi deb, sen nimaga unaqa ro'mol o'rab olgansan? Sen bunaqa o'rashing kerak. Oldin xo'p o'zing o'rab ko'rsatib qo'y, qanaqa o'rashi. To'rtinchisi, siz hijobli bo'lsangiz, hech sizni erga tegib oladi yoki o'zidan nimadir otinoyi yasab oldi deyshadi. Lekin siz prosta qalbingizga o'sagancha hijobga kirgan bo'lasiz. Beshinchisi, o'zlari chaplanib, qanaqa yurish turishi, qanaqa qoidalarni bilishmaydi. O'zlari chaplanib bo'yab olishadi, tirnoq qo'yib olishadi yoki nimadir qo'yib olishadi, lekin hijoblilardan skromniy bo'lishni talab qilishadi. Ya'ni bezmakiyaj bo'lishi, lekin bezmakiyaj yurishsa, bezmakiyaj yurishga ham qo'yishmaydi. Shunaqa gaplar. Yana hijobli qizlar, ya'ni sizlarda hijobli qizlarda yana qanaqa muammolar bo'lgan hijob bo'yicha. Hijobga kirganlardan. Hijobga kirganlardan keyin sizlarda yana qanaqa muammolar bo'lgan, kommentariyada yozib qoldiringlar. Yoki hijobsiz qizlar siz bu narsalar haqida qanaqa fikrdasizlar? Kommentariyga fikringizni yozib qoldiringlar. Bugungi gaplar shulardan iborat edi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.